Assalomu alaykum. Avvalgi bir nechta darslarimizdan buyon menyu to'g'risida gaplashib kelyapmiz. Namuna sifatida ushbu dasturga kod yozildi. Oldingi darsda fayl menyu bor edi xolos. Bu darsda mana ko'rinish degan menyu qo'shilgan. Ko'rinish degan menyuga kirgan vaqtimizda qarasanglar, soyali matn, keyin bitta separator bor ekan, undan keyin matn rangi degan narsani qo'shdik. Soyali matn bu check menu itemlardan qilinadi bu narsa. Bir marta bossam mana bizning matnga soya paydo bo'lib qoldi. Yana bir marta bossam yo'qolib qoldi. Bu xuddi checkboxni yonboshiga qo'yib qo'yganga o'xshagan. Undan keyin matnning rangi. Buni ichiga kirsak yana 3-4 ta menyuning qismlari chiqadi. Biz tanlagan rangimiz matnga o'rnaydi. Masalan, hozir shu joyda yashil tanlangan turibdi ekan. Qizilni tanlasam mana bizning matnning rangi qizilga o'zgardi. Soyali matnni ham tanlab qo'yib, ko'kni tanlasam mana bizning matn degan yozuvda rangi ko'kka o'zgaryapti. Jigar rangni tanlasam jigar rangi o'zgaryapti. Bugungi darsimizda shu narsalarni o'rganamiz. Buning uchun eng birinchi navbatda ko'rinish degan bitta menyu yasab olishim kerak. Dasturni yozishga kirishsak. Mana bu joyga mana fayl menyusi yasalib bo'lingan joy 72-qator ekan. Mana shu joydan boshlab o'zimiz yangi menyu yasashni boshlaymiz. Menyu ko'rinish deb yozaman. Konstruktoriga ham ko'rinish deb yozaylik. Menyu o'rni get menyusiga add qilib bitta menyu qo'shish mumkin. Agar add all qiladigan bo'lsak, bir nechta menyularni ham qo'shib olsak bo'laveradi, o'rtasida virgul bilan ajratib. Shu joyga masalan hozir ko'rinishni qo'shib qo'yib, dasturni boshqatdan ishga tushiradigan bo'lsam, mana ko'rinish degan menyu fayl menyuning yoniga qo'shildi. Ko'rinishda keyin kichkina harf bilan yozib qo'yib, biz boshqa harf bilan yozsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. O'zimizni yasagan namunaviy dasturimizda ko'rsanglar, ko'rinish degan menyuga kirganda soyali matn bor. Demak, birinchi navbatda soyali matn menyu itemini yasab olsak, bu check menyu item bo'ladi. Xuddi hali yonboshiga checkbox qo'yib qo'ygandek menyu hosil bo'ladi bunda. Check menyu item bilan yasaladi bu. Buni nomini soyali matn deb nomlaylik. Sarlavhasiga soyali matn deb yozamiz. Endi bu yasab olgan narsamizni ko'rinishga qo'shib qo'yishimiz kerak. Ko'rinishga get items add all qilib qo'shaveraylik mumkin bir yo'la. Soyali matnni qo'shib qo'yamiz. Aslida bu soyali matn bo'lishi kerak edi. Kodni yana boshqatdan ishga tushirib ko'ryapman. Ko'rinishga kirsak, soyali matn chiqdi, lekin hali bosganda hech narsa qilayotgani yo'q. Bir marta bosganimizda tanlangan, bir marta bosganimizda tanlanmagan holatga o'tyapti. Soyali matnni ham yasab oldik. Endi bu soyali matnimizga chertgan vaqtda soya berish kerak. Buni qanaqa qilib qilamiz? Uning uchun shu soyali matnimizni yozamiz obyektimizning nomini. Uni set on action degan metodi bor. Shuning ichiga new event handler deb yozaman. Mana shu joyiga o'yinlarni kattalashtirib olsak ham bo'lar ekan. Shart tekshiramiz. If else bir yo'lga qo'yib olsam, soyali matn degan obyektimiz bor. Buni o'zi final qilib yasasak bo'lardi ekan. Soyali matn degan obyektimiz is selected bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tanlangan bo'lsa, u holda shu joyga drop shadow yasab olaylik. Buni nomini soya deb nomlayman. Drop shadow deymiz. Matnga endi set effect qilib shuni o'rnatamiz. Aks holda matnga set effect qilib null o'rnatamiz. Kodni mana qaytadan ishga tushirib ko'raman. Ko'rinishga kiraman, soyali matn tanlasam, mana matnimga soya qo'yilyapti. Yana bir marta tanlasam, yo'qolyapti mana. Endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa namunaviy dasturimizda ham ko'rinib turgandek, menyu qo'yishimiz kerak. Bu qo'ygan menyuyimizni ichida yana bitta menyu bo'lishi kerak. Qaysini tanlasam, o'sha rangi matnimiz rangi o'zgarib qolishi kerak. Bizda hali bunaqangi narsani qilganimiz yo'q. Endi shuni qilishga kirishsak, uning uchun mana bu joyga bitta qo'shimcha menyu yasayman. Bu yasagan menyuyimizning nomini matn rangi deb nomlayman. Sarlavhasiga matn rangi deb yozaman. Endi bu menyuni qismlari radio menyu item bo'ladi, chunki 3 ta 4 ta menyu itemlardan faqat bittasini tanlash imkoniyati bor xolos, boshqalarini tanlab bo'lmaydi. Esinglarda bo'lsa, radio buttonlarda ham o'tganmiz. Odatda radio buttonlar guruhlarga birlashtiriladi. Xuddi shunga o'xshab, radio menyu itemlarni ham guruhlarga birlashtirishimiz kerak. Shuning uchun toggle group yasab olaman. Buni nomini guruh deb nomlayman. Endi bemalol menyu itemlar yasab olsak ham bo'laveradi. Radio menyu item deb yozib, birinchi yashil bo'lsin. Sarlavhasiga yashil deb yozamiz. User data o'rnatamiz. Set user data degan metod orqali color deb yozib, yashil inglizchasiga green bo'ladi. Green deb yozib qo'yibman. Endi buni guruhga birlashtirishimiz kerak. Yashilda set toggle group degan metoddan foydalanib guruhga qo'shib qo'yaman. Endi bizga bunaqadan yana namunaviy dasturimizda ko'rib turganinglardek 4 ta kerak ekan. Demak, yana 3 ta nusxa olsam menga oson bo'lar ekan. 3 ta nusxa oldim. Birinchi dastur ishga tushgan vaqtda ko'rinishdagi matn rangiga kirsak, yashil tanlangan holatda turadi. Shuning uchun ham mana bu
yashil degan radio menu itemimizni tanlanganligini rostlaymiz. Buning uchun set selected'ni true qilishimiz kerak. Yashildan keyin qizil, ko'k, jigarrang bor ekan. Bunisini qizil deymiz, bunisini ko'k deymiz, bunisini jigarrang deymiz. Qizil, bekka ham qizil deb yozishimiz kerak. Bekka ko'k, bu joyga jigarrang deb yozishimiz kerak. Qizil bo'lgandan keyin bunisi red, ko'k bo'lsa blue bo'ladi, jigarrang bo'lsa brown bo'ladi. Bularni hammasini tayyorlab oldik. Endi tayyorlab olgan narsalarimizni qo'yish uchun matn rangi degan menu yasab olganmiz. Unga get items deb yozaman. Add all qilib turib hammasini qo'shib qo'yishim kerak. Yashilda ham qo'shamiz, qizilda ham qo'shamiz, ko'k bilan jigarrangni ham qo'shib qo'yamiz. Endi bu matn rangi degan menyuyimizni ko'rinishi degan menyuni ichiga qo'shib yuborishimiz kerak. Ko'rinishi degan menyuni ichiga bitta o'rtaga separator qo'yib olaman. New separator menu item deb turib, davomiga endi matn rangini ham qo'yib qo'yaman. Endi hozir kodni ishga tushirib ko'rsak, natija yaqqol ko'rinadi. Mana ko'rinishni ichiga kirsam, mana matn rangi chiqyapti. Yashil tanlangan holatda turibdi. Lekin hozir hammasi ham tanlanib ketib qolyapti. Demak, bu yerda qanaqadir xato qilganmiz biz. Ranglarni o'zgartirib chiqmayapmiz. Ularni ham o'zgartirishimiz kerak edi. Qizil bo'ladi bu. Mana bunisini ko'k qilishimiz kerak. Bu ham ko'k bo'ladi. Ular jigarrang bo'lishi kerak. Endi kodni qaytadan ishga tushirib ko'raylik. Mana endi kirsam, birinchi yashil tanlangan turibdi. Qizilga olib qo'ysam, mana qizil tanlanib qolyapti. Yashildan tanlanganlik holati olinyapti. Ko'k tanlasam, ko'k tanlanib qolyapti. Jigarrangni tanlasam, mana jigarrangga bu bitichga o'tib qolyapti. Boshqalardan olinyapti. Endi qilishimiz kerak bo'lgan ish shularga ustiga borib chertganda matnning rangi biz belgilagan rangga o'zgarishi kerak. Buning uchun guruhimiz bor, toggle group. Shuni selected toggle properties bo'ladi. Bu yerda add listener qilib listener qo'shishimiz mumkin. Shu joyga new change listener deymiz. Enterni bossam, mana NetBeans kerakli qatorlarni o'zi menga tashlab beradi. Birinchi o'rinda shart tekshirib olaman. New value bor edi. Qiymati null bo'lmasa, matnga rang berishimiz kerak. SetFill metodi orqali rang beriladi. Endi bu rang color tipli bo'lishi kerak. Shuning uchun ham colorga o'girib olamanda new value dan kelayotgan user datani shu joyga qo'yib qo'yaman. Dasturda yana qaytadan ishga tushirib ko'raman. Mana matn rangini qizilga o'zgartirsam, mana qizil bo'ldi. Soya qo'ysam, soya qo'yilyapti. Matn rangini ko'kka o'zgartirsam, ko'kka o'zgaryapti. Jigarrangga o'zgartirsam, jigarrangga o'zgaryapti. Xullas, biz qilgan hamma narsa ishlayapti. Bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.